Mana bu kollagen yetishmasligidan. Bu ham kollagen kamayib ketganidan. Bu-chi? Bu ham organizmingizda kollagen yetishmasligidandir. Sizda ham shunday holatlar bormi? Va umuman organizmingizda kollagen kamayib ketganini qayerdan bilsangiz bo'ladi? Birinchidan, sizni teringiz osilishni boshlaydi. Bu nafaqat tug'ruqdan keyingi holat, balki umumiy holatingiz yomonlashadi. Ya'ni teringizdagi tarranglik yo'qoladi. Ikkinchidan, yuzingizga turli xil toshmalar besabab toshishni boshlaydi. Uchinchidan, immunitetingiz pasayib ketadi va tez-tez kasal bo'lishni boshlaysiz. To'rtinchidan, suyaklaringiz, bo'g'inlaringiz besabab og'rishni boshlaydi. Beshinchidan, sochingiz to'kiladi va siyraklashadi. Oltinchidan, tishlaringiz va milklaringizda turli xil muammolar ko'payishni boshlaydi. Yettinchidan, ko'p holatlarda ayollarda turli xil selulitlar paydo bo'ladi. Sizda ham bu holatlar mavjudmi? Men buni yechimini bilaman.